Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun sizlarga terik ko'chatlari, ko'k terik O'zbekiston sort ko'chatlarini narx-navolar bilan tanishib o'tiramiz. 2026-yil 2-mart sanasida aziz do'stlar, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Begat Paxtabod qishlog'i. Shunaqangi yo'lda bo'yida ko'rishlaring mumkin akalarimizda terik ko'chatlar mavjud. Cheklanmagan miqdorda aloqaga chiqarasizlar. 500 so'mdan 3000 so'mga qadar akalarimizda 1 yoshli navqiron zo'r terik ko'chatlar bor. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa mana asta-sekin tanishtirib boramiz. Bo'y 3 metrlar atrofida terik ko'chatlar narxi 2000 so'm. Kami bor ekan ozgina. Kelaverasizlar mana. Daladan chiqqan terik ko'chatlar sartorobga bo'lyapti. Ko'rsating endi terik ko'chatlarni. Ko'rsating. Udarini ko'rsatingchi. 1 yoshli ko'k terik O'zbekiston sort 1 yoshli. Bo'yi 4 metrlar atrofida. Narxi qancha buni endi aka? 2000 so'm. 2000 so'm mana kelaverasizlar. Birinchi sort 2000 so'm, 1 yoshli. Tana toza, hamma yangi. Yangisi ikkinchi sort qancha endi? Tomirlarni mana ko'rishlaring mumkin. 3,5 metr. 3,5 metrlar atrofida 1,5 ming so'm qo'lga tegish bahosi. 1,5 ming so'm bo'ptim qo'lga tegish bahosiga kelaverasizlar. 3-sort terigimiz ana. 2,5-3 metr. 2,5 metr atrofida ekan. Narxi qancha? 1000 so'm. 1000 so'm ekan bo'ptim narxlari qo'lga tegishi. Kelaverasizlar. Nomerlarni qoldiramiz pastda. Xo'p. Odam bo'yidan mana atrofga bormadi. Mana 2 metrlar atrofida. 2 metr. 500 so'm. 500 so'mdan mana kelaverasizlar. 500 so'm bo'lib ketdi deylar. 500 so'mdan bo'lib ketdiki, xalqim o'ptim joyiga mana. Dalalarda ko'p, ko'chirib sotish kerak. Dehqonchiliklar ko'p, mana xudo xolasa asta-sekin bilan ko'chirib olib chiqib sotilyapti, zakazlarga jo'natilyapti. Videolarimizni Instagramga ham qo'yyapmiz, xudo xolasa. Instagram kanalimiz Vodiyda bitta deb yozsalar, xudo xolasa chiqadi. Terik ko'chatlarni kunda videolarni, dastlabki videolarni joylab boryapmiz. Akalarimiz nomerlari mana. Aloqaga chiqarasizlar, o'ptim joyida mana. Farg'ona viloyati Quva tumani Begat Paxtabod. O'ptim terak.